Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari va mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video darsligimizda mana shu fasondagi ko'ylakni andazasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'ylagimizga yaxshilab e'tibor bering. Yuqori tarafi koketkali, etek qismi xuddi shest klinkadek, orqa tarafi esa oddiy primoy qilib bichilgan. Ishimizni andaza tayyorlab olishdan boshlaymiz. Qog'ozimizni teng ikkiga buklab olamiz. Oldi tarafimiz uchun andaza tayyorlab olamiz. Avval yelka kengligimizni ikkiga bo'lamiz. Chiqqan raqamni qog'ozimizni yuqori tarafidan o'lchab belgilaymiz. 19 sm. Bo'yin o'yindining kengligini 9, 8, 7 kim qancha xohlasa qilishi mumkin. Yelkani qiyaligini 3 sm qilib belgiladim va yelka bilan tutashtirib chizdim. Oldi o'yindan chuqurligi ham o'zingizning ixtiyoringizga bog'liq. Yelkadan ko'krak uzunligini o'lchab belgi qo'yamiz va mana shu joydan ko'krak aylanamizni teng to'rtga bo'lib 1 sm chok haqi bilan belgilab olishimiz mumkin. Xohlasangiz chok haqlar bilan, xohlasangiz chok haqi qo'shmasdan belgilashingiz mumkin. Qo'ltiq o'yindini chuqurligini belgilaymiz 21 sm. Bu chuqurlik bizda yelka kengligimizni 2 ga bo'lib 2 sm qo'shganimizda hosil bo'ldi. Chiroyli qilib proyma chizib oldik. Bu fasondagi ko'ylakda koketkamizni juda ham chiroyli qilib chiqarishimiz kerak. Koketkamizni uzunligini ko'krak ostigacha ham emas, belgacha ham emas, ikkalasining o'rtasidagi uzunlikda belgilab olishimiz mumkin. Masalan, 48-50 razmerdagi ayollar uchun 37 sm juda ham normal uzunlik bo'ladi. Belgacha uzunlik 40 masalan, ko'krak ostigacha uzunlik 32, ikkalasining o'rtasidagi masofa 37. Belgilab qo'ydim. Mana bu joy ko'krak uzunligi. Bu joyga ham belgi qo'yib qo'ydim. Endi 37 dan shu yo'nalish bo'ylab to'g'ri chiziq tortamiz oldi tomonga qaratib. Mana bu joydan esa ko'krak markazlari oralig'imizni 2 ga bo'lib masofani o'lchaymiz va chiziq tortib olamiz. Shest klinka hosil qilamiz ya'ni. Siz qaysi razmerga bichayotgan bo'lsangiz, o'sha razmerlarni o'lchamlardan foydalanib, xuddi men ko'rsatgandek qilib andaza tayyorlab olishingiz mumkin. Endi koketkamizga vitichka tushirib olamiz. Ko'krakni to'g'risidan chiziq tortdim va har ikkala tomonga 1,5 sm dan vitichka hosil qildim. Umumiy hisobda 3 sm vitichka bo'ldi. Oldi o'yindan chuqurligini ham istaganingizcha, xohlasangiz biroz kichkinaroq, xohlasangiz biroz chuqurroq qilib o'yib olishingiz mumkin. Chizgan chiziqlarimiz bo'ylab kesib chiqamiz. Mana andazamiz tayyor bo'ldi. Vitichkamizni koketkamizning ikkinchi tomoniga ham ko'chirib chizib qo'yamiz. Endi tayyor bo'lgan koketkamizga yuqoridagi o'tkazmali fasonni hosil qilib olishimiz kerak. Mana bu yo'nalish bo'ylab yuqoriga yelka tomonga chiziq tortib olamiz. Mana shu joydagi oraliq masofa 6 sm ga to'g'ri keldi. Koketkani shu joyini xohlasangiz kesib tashlashingiz mumkin yoki shunchaki ustidan mana bunday qilib bezakni qo'yib, xuddi kesilgandek qilib chiqarishingiz mumkin. Tayyorlagan andazamizni hech qayerga chok haqi bermadik. Bichayotganingizda shu qog'ozni qo'yib, atrofiga aylanasiga chok haqi berib bichishingiz tavsiya qilinadi. Etek qismimizni o'rtadagi bo'lagini boshqa rangdagi matodan foydalansangiz, xuddi mana bu rolikda ko'rsatilgan ko'ylakdagidek bo'lib chiqadi. Ko'ylagimizni orqa tarafini oddiygina primoy, ya'ni ko'krakdan, qo'ltiqdan kengayib ketgan qilib bichishingiz mumkin. Shunday qilib bugungi video darsligimiz nihoyasiga yetdi. Har doimgidek sizga onlayn kurslarimizni taklif qilaman. O'qishni xohlasangiz, videorolik ostidagi opsiyaniyada ko'rsatilgan Telegram kanal orqali menga bog'lanishingiz mumkin. Yana shunday foydali videoroliklarni ekranda ko'rishni xohlasangiz, ko'proq videoroliklarimga like bosing, obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Kanalimizni rivojlanishiga o'zingizni hissingizni qo'shing. Kelasi videoroliklarda ko'rishgungacha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.